Assalomu alaykum ahli guruh hamkasblar. Mana bizdagi yangiliklar. Yomg'ir qilib sug'orishlarni yo'lga qo'yib qo'ydik. Klimat kontrollarida. Qanday ko'rinyapti? Juda ajoyib ravishda sug'oryapti. Hammasini уже mana 5-6 minut bo'lgan bo'lsa namlab tashladi. 20 minut shunday ochiq tursa, tak-tagigacha namlab tashlar ekan. Hali ham ikkalasini ham yarim oborot ochib qo'ydim, sababiga behuda sarflargan suvda, ya'ni ensiz bo'lganligi uchun ikki chekadek mana o'tlarga sachib yuboryapti. Shuning uchun yarim oborot sachsangiz, uchtaga bemalol ochib qo'ysangiz yetar ekan. Agar to'liq oborot bilan yoqib qo'ysangiz, ikkitani bemalol sug'orar ekan. Chunki har bitta bioreaktorga bittadan alohida ventil qo'yganman-da, ochib yopiladigan. Yangiliklarimiz mana usta ham ishlayapti. Endi qanday ko'rinyapti, qanday emas, 100% hamma bioreaktorim shunaqa qildim. Naryoqlarni ham mana qilyapti. Naryoq olmani ishlari, teplitsani ishlari hammasini shunday qilyapti. Mana hurmatli obunachilar, olmani ichidagi reaktorlarimizga ham mana rukab yomg'ir o'tkazadiganlar qilib qo'ydik. Zo'r uyityapti. Polni 100% shunaqa klimat kontrol qildik.